Assalomu alaykum to'rdoshlar. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin da'vosi qiladi. Qozoq millatining mustaqil zimini bor. Shuning uchun ular kishilik huquq, inson haqlari da'vosini qildi. O'zining og'zidami da'vatidi, shuning loyiq ishlarni qilyotidi. Biz ashlar bilan tang o'ltirib inson haqlarini qilamdik. Savol qo'yib beqing. Yalğancılığınız şunçilik aşkarlanıp dursunmu, dapşaqlıq bilan Uyg'urlar arasida yana bozor tepib yuryotsizlar. Uya biyalarga toplardan kelgan ovozlarni menga yo'llab qo'yibdi. Men shu topdagi ovozlarni anglab hayron qoldim. Erkiy qirg'inchilik degan tema chiqqan chog'da unchilik vachildab sayramagantinglar, men zakotga oz qolganda shu zakotning g'amida bo'lib, birdan Uyg'ur mavzusining jidili chiqibdi, qarsam pul talishib o'lishib bir narsalar bo'lishi yutibsizlar. Anandan keyin mavamdan masjidning ishi shu Kanadada paloyi so'rilib yurgan ishni nima deb to'pqa tashlaydi? Ish push qoldimi? Maqsadli tashlangan bir o'yinlarga kirmanglar Uyg'urlar. Agarda ziminda tuqquninglar bor bo'lsa, qarindoshlaringlar bor bo'lsa, ash tuproqqa qaytqinglar bor bo'lsa, kirmanglar shundaq masjidalga. Kirmasanglar jimiqidi. O'ylab yiqinglar. Bugun deganda bir muncha narsalarni ivat qilibdi, hayron qoldim. Rost bekorchilar jiqkan dedim. Ashunim o'qib, ashunim anglab o'ltirdinglarmi? Qallarni furtib dedim. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqdi. O'ltamaydi, sesib, besh bo'lmadi haq qilganni taqitidi to'rlarda. Toplarda ashunda mozparangni qilib o'tganning o'rnida sen jannatga kirma demsa, masjiddan mingni salsangmi jannatga kirishing natayin. O'ylab baq, o'qib baq, kitobni uchun o'qib baqsang bilsa, o'qirman emas tursa, e'tiqoding shu islom bo'lsa, o'qib baqsang bilsa, nima qilsang jannat bo'ldig'ingni. Rahmat sizlarga.